5 ta mutant zombiga qarshi Entity 303 qiziq tema, to'g'rimi? Bugungi videoda Flounder o'z mehmon bo'ladi va biz u bilan birga mutantlar va har xil moblar jangini o'tkazamiz. Siz esa videoga like bosib, kanalga obuna bo'lib qo'ying. Assalomu alaykum do'stlar. Bugungi video roligimizda ikkita mod, ya'ni mutant va Herobrine Notch Entity 303 larni bir-biri bilan urushtirib ko'ramiz. Xo'p, men sizga birinchi aytadiganim 5 ta mutant zombiga qarshi Entity 303. Qaysi biri kuchli? Entity 303 bo'lsa kerak. Taxminan. Xo'p. Urushni ko'rmagan ekan. Entity 303 qo'yamiz. 1 2 3 4 5. Ana bittasi sal kichikroq, yosh bolaga o'xshab qoldi. Xuddi oddiy zombi, faqat yonlarda hali pustga chiqib xuddi mashq qilganga o'xshab. U Entity 303 joni yomon tez ketyapti. Mana keyin o'yindan videoda ko'rib olaverasiz. Bular stop. Bitta bo'lsa ham zombi o'ldirar ekan, aytaymi? Ana bittasini o'ldirdi. Jon ketmay qoldi. To'ldirib oldi jonini. Bittasi yot. Biz Entity 303 kuchli qilib qo'yishgan hamma. Bittasi bir joylarga ketib qoldi. Uzoqlashib ketib. Yo'q, meni ham yondiryapti, kelatida bo'lsam. Ishqilib bu o'zimni yo'q o'ldirib qo'ymasa bo'ldi bunaqa. Menga joni ana endi ko'rinyapti yaqinlashib. Zombilar hammasi yonyapti. 3 ta zombi qoldi xolos. Entity 303 esa joni yarim bo'ldi. Ana bittasi urishga kelmasa yotib anaqa ketib oldi. Qarab turibdi urushmasdan. Yana yonda zombichalar chaqiryapti, mayda. Men kreativdaman, meni uryapsan. Uchirib yubordi meni bu yoqqa. Bitta mod o'rnatib Herobrine. Mana uni yerda zombi. Herobrine tuxumini shundoq qo'ydi. Ketib bor. Hamma joy qorong'i qo'yadi. Yo'q, Herobrine taqirganga o'xshab ko'padan chaqmoq uryapti ularga. Ana, xo'p. Bittasi o'ldimi, nima balo ichidan qanaqadir oltin, sabzi yana bir narsalar chiqyapti. Men inventarimga qo'shilib qoldi. Mayda zombi chaqirdi ana Entity 300 ham qanday doraligi. Alex'ni zombi versiyasini. Yordam keldi ana Entity 300 ga. Men yaqinlashtirmasam bo'ldi. Blood Elf chaqiribdi yoniga. Qanaqaligini bilmayman, ammo zombi ikkita qoldi xolos. Blood Elf Entity 300 bilan urushyapti. Bir-biri bilan urushib ketishdi bular. Ana zombilar ham bir-biri bilan urushib ketdi. Yo'q, bitta qoldi zombi. Entity 300 joni ham chicha qoldi. Cho'ta ana yonyapti zombi. Unga chaqmoq urib yana hali Blood Elf chaqirdi. To'lla qoldi joni. Bo'ldi, o'zi menimcha zombi o'ldi. Turdi yana o'rnidan. Ana yashil zombimi hozir? Nima qoldimi? Blood Elf yana zombi bilan qolishdi. Bu zombi harakatlanmasdan qatib qoldi yuzlar. Sig'dan muzlagan zombini ko'ryapsizlar. Xullas Entity 300 jonni ozgina qolgan bo'lsa ham, u zombi yutqazdi. Birinchi bir bal sizga. 0 bal. Xo'p, endi ikkinchi jangga o'tamiz. Endi Notch bor-ku? Bilaman. O'shanga qarshi 3 ta Enderman mutanti. Qaysi biri? Enderman mutanti. 3 ta Enderman mutanti. Notch qo'yamiz. Bo'ldi, ana 3 ta Enderman mutantini qo'ydik. Ular urushni boshladi o'sha. Qo'llariga bu narsa Notchni umuman joni ketgan. Yo'q, lekin Endermanlar meni uchirishib yuboryapti Endermanlar. Jinnis qo'yapti mana. Endermanlar harakatlarini bilaman-da. Enderman. Mayda 10 talarga Notch joni ketdi. Ana Enderman
boshini ushlab olib, yerga yotib oldi og'rib. Bosh og'riyapti. 0 keldi, 0. 0 ni chaqirdan o'yin tetuvchi. Yem. Hamma joyda yondirib yubordi. Urdim. Olib olishini ko'rsangiz, keyin o'zimga tashlab olaman joyini. Qani savollar endirmen. Qochib ketdimi yo o'ldim endirmen. Aytda yo'q joyda portlatyapti. Bo'ldi. Xullas not yutdi. 1-1. Yo'q, nima deb o'ylamagandim. 3-jangga o'tadi. 3-jangga. 5 ta golem mutanti. He. Eslatib o'taman, bitta golem mutanti Vardenni o'ldirishga yetadi. Xo'p. O'shalarga qarshi Ferobin. Har biring. Men ishim yo'q. Uzoqroq joyga borib olay, mana shu yerdan. Ferobinni qo'yamizda. Maki golem mutantini qo'yamiz. Yana 2 ta, 3 ta, 4 ta, 5 ta. Ferobinni joni kam ketyapti, lekin golemlardan kuchli. U golem qo'lidan temir otyapti, qo'liga temir ushlab olib. Otadi. Hamma joyda temir qilib tashladi. Haligi taydan chiqadigan nayza bor, u hali g'orda do'st yotadigan. O'sha narsani qo'ydi. Ferobinga chaqmoq otyapti, hamma joy tutun bo'lib ketyapti. Yondiryapti. Golemni qaysi biri kuchi oz qoldi hozir. Bu bittasi kuchi oz qoldi. Qolganlarga deyarli o'ldi. Xo'p, bir dona mutant qoldi xolos. Ferobin joni hali yarman bo'lgan, menimcha bu yutqazdi. Bu nima bo'ldi? Misa bo'lar ekan buni otga o'xshab. Sen otmisan sen? Yo yashaymisan?
Mana xo'p. Mutant zombi. Mutant Irongolni. Xo'p. Ikkoviman. Haligi boru Mutant Evoker. Mutant Evoker. Xo'p, unga qarshi kim? Haligi yovuz jitel bo'ladi. Yovuz jitel, pillachi. Ha, bildim, bo'ldi, tushundim. O'shani. Xuddi o'shanaqa keyin ikkita mutant zombiga qarshi Herobrine. Nima deysiz? Boshqatdan qaytaravering. Hozirga aytgan yovuz jitel Xo'p. bir dona. Keyin 2 dona mutant zombi. Hop. Bo'ldimi? Qaytma. Mutant zombi. Herobrine qarshi Mutant zombi. Yo'q, mana mutant zombi bilan hozirgi nima ikkovi do'st bo'ladi, uchovi Herobrine'ga qarshi. Ha, uchalar bumi? Herobrine. Bitta qo'ydik mana undan. Bu afsungar ekan. Uy. Yertagdan og'iz hosil qilyapti. Jinnis qo'lida mana uni. Mayda askar chiqaryapti. Masxaraboz Joker keldi. Kimga qarashyapti u? Qaysi biri chaqirdi bilmayman buni. Xullas, men Herobrine'ni jinnis qo'zi manaqdagi boshqa zombilarni ham chaqirib olyapti yoniga urish. Mutant Evokerni joni ozgina qoldi, hozir o'ladi. Bo'ldi, o'ldi. Ana ikkita zombi qoldi. Herobrine'ning joni yarim. To'ldirmaydimi? Zombining orqasidan o'tyapti. Ana bittasi turdi. Yana yotib oldi. Deyarli hamma joy yonib ketdi. Bu zombi yerga yotib olib aylanyapti, boshini yerga qo'yib. Nargisi ko'ylab ketdi bedrockda. Aytdan yana netu ishlar bo'lyapti. Herobrine qaytib keldi. Kalla qo'yib uryapti. Xullas, ana zombi qancha ursa ham zombi indamasdan turibdi. Yotib oldi hammasi. Bittasi o'ldi. Bo'ldi, Herobrine yutdi. Bu jangda ham 2-1. To'xtab turinglar, men mashitdan yorug' o'tkazib olay. Time set day qilib bo'ldi ana, xo'p. Oxirgi jangga o'tamiz. Hop. To'xtaylar, yana ba'zi boshqalardan qo'yaylikchi. Buni Mutant Evoker Fans 3 darajada ekan. Mutant Creepit. Entity 606. Penim. Bitta Gigant Alex ham qo'yib ko'raveraylik. Hozir mashta bo'lish kerak Gigant Alex. Mana. Kimlarga qarshi? Gigant Alexning qarshi haligi mutant skelet. Gigant Alex yutadi. Skelet Slaviroq. Yo'q, hali mutant skeletdan 3 ta bo'pti ana. 3 ta skelet va Gigant Alex qaysi biri? Gigant Alex. Ikkimiz? Yo'q, 2-1 edi, siz yutayotdingiz. Ana ikkinchi hisobga oling. Bu Gigant Alexga qarshi urushyapti 3. Ana ikkita skelet bir-biri bilan urushib ketdi. Bir-biriga o'q otishib. Urushyapti. Gigant Alex tepib ular o'ldiryapti hozir hammasini. Gigant Alex shunchalik gigant. Ana skeletni uryapti. Gigant ularni uryapti. Skeletlar bir-biri bilan urushyapti. Sen aybdorsan deb. Skeletlar o'zi. Skelet uni urmayapti. Agar bitta skelet qoldi xolos. O'zi bir-birini ursa, skeletlar bir-biriga otishib ketadi-yu. O'sha yana otib qo'ydi bir-birini hozir. Skeletlar tiriladi deb eshitdim. Tirilmayapti-yu hozir bular. Hamma joydagi narsalar yotibdi yerda. Tirilmaydi ular. Bo'ldim. Bo'lmasa Gigant Alex yutibdi. 3-2 hisobida yutdi. Mana do'stlar, bugungi bahsimiz tugadi. Sizlar bilan Fireman uz va Flamber uz bo'ldi.
Xayrlashib qo'ying Flandrus. Hammaga xayr. Video yoqqan bo'lsa like bosib obuna bo'lib qo'yinglar. Keyingi videolar undan ham qiziq chiqadi. Flandrus kanalini slippasini kommentariyada qoldiraman. Unga ham o'tib obuna bo'lib qo'yinglar. Xayr do'stlar. Salomat bo'ling.